Chirchiq Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazining karate VKF bo'limi. Ushbu bo'limda jami 20 nafar o'quvchi sportchilar tahsil olishadi. Shundan qariyb 80% kattalar va yoshlar terma jamoalari vakillaridir. Xususan, Mohinur Teshaboyeva, Sarvinoz Lapasova, Abdurasul Sulaymonov singari taniqli karatechilar aynan shu markaz tarbiyalanuvchilaridir. Sportchilarga milliy terma jamoa shtabidagi murabbiy Jahonshoh Ibrohimov hamda bir qator iste'dodli ustozlar ta'lim berishadi. Karatechilar uchun barcha shart-sharoitlar muhayyo. Xususan, zamonaviy yotoqxona, 5 mahal issiq ovqat, mashg'ulotlar uchun sport zallari, professional basseyn faoliyati yo'lga qo'yilgan. Chirchiq Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazining karate VKF bo'limi. Biz chempionlar yetishtiramiz.